Bugungi raqamli dunyoda tarmoq texnologiyalari har qanday IT infratuzilmalarning yuragi hisoblanadi. Internet, serverlar, xavfsizlik tizimlari va zamonaviy kompaniyalar faoliyati aynan kuchli tarmoq mutaxassislariga bog'liq. Yurtimizda ham malakali tarmoq administratorlari va kiberxavfsizlik mutaxassislariga talab yil sayin ortib bormoqda. Hozirda ko'plab korxona va tashkilotlar tajribali IT mutaxassislarini izlamoqda. Tarmoq mutaxassislari o'rtacha 10 milliondan ortiq maosh oladi. Bu esa siz uchun nafaqat kasb, balki katta imkoniyat va barqaror kelajak demakdir. Siz ham eng talabgor IT kasblardan birini egallashga tayyormisiz? Bizning tarmoq texnologiyalari o'quv kursimiz orqali siz kompyuter tarmoqlarini noldan boshlab professional darajagacha o'rganasiz. Kurs davomida router va switch qurilmalari bilan ishlash, zamonaviy tarmoq arxitekturasi, TCP va IP protokollari va IP manzillash, marshrutlash va tarmoq boshqaruvi, tarmoq xavfsizligi va kiberxavfsizlik asoslari, real laboratoriya va haqiqiy qurilmalar bilan ishlashni nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda o'zlashtirasiz. Har bir mavzu loyiha va xorijiy mutaxassislar bilan birgalikda zamonaviy laboratoriyalar orqali mustahkamlanadi. Siz kurs davomida haqiqiy qurilmalar bilan ishlaysiz, professional ko'nikmalarga ega bo'lasiz va portfoliongizni shakllantirasiz. Kurs yakunida tarmoq administratori, tizim administratori, kiberxavfsizlik mutaxassisi kabi zamonaviy va yuqori daromadli kasblarda faoliyat boshlashingiz mumkin. Kelajagingizni bugundan boshlang. IT olamiga birinchi qadamni biz bilan qo'ying. Hoziroq bog'laning.